Assalomu alaykum Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan o'maqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Burunning burunusida hadislar o'zini maqtab bo'yatadigan bir paqa o'tgan ekan. Uning nagili borsa, o'zini ko'rsatishga aldiraydigan, o'zini ko'p turadigan yomon mijozi bor ekan. Odatdagi chog'larda paqalar egizga sakrash musobaqasi o'tkazib qolsa, heliqi paqa hammadan egizga sakraydi ekan. Sug'ush-shung'ush musobaqasi o'tkazilib qolsa, u yanala birinchi bo'lib o'zini suvga otadi ekan. Yiroq sakrash musobaqasi bo'lib qolsa-mu, u yanala fursatni qo'ldan bermaydi ekan. Ish qilib, qaysi ish bo'lsin, hammasi boshqalarning oldida ekan. Boshqalar oldiga o'tib ketsa, hargiz chidamaydi ekan. Bir kuni ko'ljakda favqulodda bir ish yuz beribdi. Bir kala suv ishkili ko'ljakning yeniga kelibdi. Paqalar kalni zotli ko'rib baxmagan ekan. Shunga hammasi bu alomat yo'g'on maxluqni ko'rib qattiq qo'rqib ketibdi. Shuning bilan ba'zilari qo'mushliqning orasiga, yana ba'zilari suvning tagiga yoshirinib olishibdi. Kala paqalarning nima qilayotganligi bilan kori bo'lmay, huzurlanib suv ichishga boshlabdi. Paqalar o'zlariga uningdan yomonlik kelmaydiganligini bilib, yushiringan joylaridan chiqibdi-da, bas-bas bilan so'zlashga boshlabdi. Oy, qaysinglar bilisizlar, hey, bu qaysi hayvon? U haqiqatan bak yo'g'on-kan-a? Shu emasmi? Bizdagi hayvonlardan necha mingni bir qilsa, aran uningga tang bo'larligidek. Rost, u haqiqatan ajoyib yo'g'on-kan. Bu paqalarning orasida heli qavur paqami bor ekan. Dastlabda u qalidan hammadan baq qo'rqib ketib, ko'lchakning eng ostiga mo'kib olgan ekan. U boshqa paqalarning qali to'g'risida qilishgan paranglarini, ularning og'ziga tegmay, qalni mo'qtiganlarini anglagandan keyin turolmay qoldi. Chunki u o'zidan boshqa bir kimning maqtalganligini anglasa, zotili chidab turolmaydi ekan. To'g'ri dedinglar. Uning bo'yi bizdan egizgan. Buningga gap ketmaydi. Debdi u eg'iz echib. Ammo uni cho'nglikda tangda sizligil bo'lmaydi-da. Amisa kim uni besib tushalaydi? E'li bilib qolasizlar. Debdi paqa vaqirab. Mana, men birdamla uningdek yo'g'ini olayman. Mana, qarab turinglar. Ata poni. Bu maxluqdek bo'larligidek ha. Paqalar qaqaqlab kulishib, uni zangli qalashga boshlabdi. Lekin bu Maxtanchaq paqa o'zini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Shuning bilan u havoni kuchab sumirgili boshlabdi. Avar bo'lma deyman, sen bek kichik, voyjon sen bekli kichik. Sen herkes uning raqib bo'lamaysan. Paqalar zangli qilishni to'xtatib, uningga nasihat qildi. Ammo ularning nasihati qilchi kor qilmabdi. Maxtanchaq paqa havoni davomli so'miribdi. Hozir qandoq bo'ldi? Yo'g'ondimi? U hasirgan holda so'rabdi. Bo'ldi qil deydi-ku, sen har qancha qilsang uningchalik bo'lolmaysan, deyishibdi paqalar. Lekin u bo'ldi qilmay havoni so'mirishni davomlashtiribdi. Oxirida pang qilgan dahshatli ovoz bilan tang uning qo'rsiqi portlab ketibdi. Pang qilgan ovozni anglagan kala beshini ko'tarib atrofiga qarab qo'yibdi. Andan hech nimaga eran qilmagan holda suv ichishni davomlashtiribdi. Lekin paqalar bir do'stining g'oyib bo'lganligini, uning o'rnida titma bo'lib ketgan terisi qolganligini ko'rib, qattiq cho'chib ketibdi. Paqalar uning o'limiga echingan holda ketib qoldi. Ketib etib, qaraganda haddidan ortiq maqtanchoqlikning qancha foydasi yo'qdek turadi, deyishibdi. O'maqlarim, hadislar o'zini maqtab bo'yatadigan, nagil borsa o'zini ko'rsatishga aldiraydigan, o'zini ko'ptiradigan yomon mijozlik bo'lsa, qandoq bo'ldi ekan? Ashu bichora paqadek yomon oqibatga qoldi ekan-a? Shuning uchun biz bu cho'chakdan ibrat elib, kichik beyil, kamtar bo'laylikmi? Esinglarda bo'lsin, biz o'z-o'zimizni maqtamaylik, boshqalar bizni maqtasin.
Undaqda bugungi cho'chigimizni mush yergacha aytib beray. Oxirda Dilala hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganib edinglar, ha? Balalar qo'shqi Hasan Husan. Akam bilan ikkimiz tang qaradik osmonga. Hasan Husan ko'rindi, yomg'ir to'xtab osmonda. Atlas ko'nglar kiygandek bugun osmon go'yoki, Hasan Husan tushamdu, biz chiqamdik va yoki. Hasan Husan osmonda, Hasan Husan biz yerda, do'st bo'limiz ayrilmas, tang o'qsaq agarda. Kichik shoirlar kash bo'lib ketibdi. Amiz bugun boldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga miro bo'lsin.